Selamünaleyküm Uygur TV körümelleri. Ben Ubulacım Tevekkül. Bu videonu işleşinin sebebi Xitay melini boykot qilish. Xitay melini boykot qilish jarayonida ko'rganingdek şu Xitay melini boykot qilish temi bütün Xitayning markalarini boykot qilyapmiz qarindoshlar. Haqasinglarmi Xitay melini almasliklarini ve Xitay melini satmasliklarini ve satqılı ekegellerden ve halkımız olaylık Xitay melini qat'iy elishni to'xtatishinglarni ve ümit qilma, arzu qilma, tavsiya qilma qarindoshlarım. O'rta Osiyodagi qarindoshlarga iltimosim Xitayning melini setishni to'xtatsanglar, Xitayning melini setishni to'xtatsanglar, bu sebepten 5 milyon Uygurumuz Xitay qiriyapti qarindoshlar. Hala qirg'inchilik davom qilyapti. Şu Xitay uyanni o'ynayapti, 3 maymun o'yinini. Sizlar şu uyanni ko'rib turib, bilib turib, eshitib turib, yana O'rta Osiyodagi qarindosh millatlarga şu Xitayning melini ochqib setishinglar taza aqlga sig'maydi qarindoshlar ve O'rta Osiyodagi qarindoshlarga Xitayning melini elishinglar qat'iyan aqlga sig'maydi. Şu qarindoshlar O'rta Osiyodagi qarindoshlarga tavsiya Xitay melini qat'iyan olmasanglar demoqchi qarindoshlar. Satmasanglar demoqchi qarindoshlar. Ko'rganinglardek bu Xitayninki melini boykot qilish faoliyatini başladık. Bütün dünyada sosyal medyada körlevatıdı. Avrupa bütün ülkeler bunu Xitayning melini baş qo'yib cheklevatıdı. Setishni ve ekirishni ülkesiga. O'rta Osiyo asta qo'ldan ketkili hazırlanavatıdı qarindoshlar. Bunu uyg'uninglar ve kardeş milletlerini uyg'utinglar. Qarindoshlar uyg'utinglar qarindoshlar. Boykot deymiz. Resimdeki ko'rganinglardek bu boykotlarni davom qilishimiz kerak. Uyg'urimiz uchun, vatanimiz Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston uchun. Assalomu alaykum.